Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yana o'sha mashhur Azizbek do'stimizni xonadonlar akamiz akalar. Bugungi Azizbekda 3-4 partiya haqiqiy qo'chqorda akalar udorlardan kelgan ekan. Shularni birin-ketin ko'rsatib, barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlardan bitta iltimos, videoni ko'rishdan oldin like bosib akalar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolisa qo'yiladi udorlardan kelgan. Azizbek, hormang. Keling Elmurod. Sizsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Necha partiya bugunga? Bugunga xudo xolasa 4 partiya qo'y chiqaraman. 4 partiya. Udorlardan-a? Zotga chiqaraman, shu bugun zotga chiqadi qo'ydi. Qo'ydama bor-u, o'ta dahshatlari kelgan. Bundoq oq yuzlik, o'zi to'laydigan variantlaridan. Faqat zot yo'nalishiga? Bugun faqat zot yo'nalishi. Mana shu qo'rada xudo xolasa qo'y seroq. Mana akalar, ash qo'yiladi. Hozir shayda. Gap. Akalar, bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Bugun haftaning payshanba kuni 3-aprel 2025-yil akalar. Birinchisiga mana o'zlaringiz ko'rib turganda akalar, oq yuzligidan qo'chqorda akalar. Juni ham yiltir junna akalar mana. Hech jonivor. Dumbalari ham akalar mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, pichilmaydigan, haqiqiy raketa dumbadan akalar. Gap yo'q. Razizlari ham cho'tki. Voy yuzni qarang. Garbonoslari Yuzlari ham nurli ekan jonivor. Toza variant. Nechta Azizbek uni? 4 tish. 4 tish. 4 tish qo'y. Bitta metrni qo'ying-chi qani? Bo'ylarini o'lchab ko'rsataylik. Bo'ylarini o'lchab, mana uzunligini o'lchab, chiroyli qilib ko'rsataylik-chi. Mana men o'zim o'tay, mana shu tomonga. O'zingiz o'ting qani? Mana Xo'sh, 95 sm shyapti. 95. Ha, akalar bir qari jundichida emas qo'y. Asl holati ko'rinib turibdi. Ha. Uzunligini ham qo'ying. Uzunligini ham. Qo'ydi uzunligi, hamma ish uzunligida buni. Buni qo'ydi, qarang, metr yetmaydi. 1 metr pilis ekan akalar mana. Gap yo'q. Azizbek qo'y ko'p ekan. Obunachilar vatndan bo'ylab buni bo'ladigan ma'lumotni berib o'tib ketaylik. Narxi necha pul qilib berasiz buni? Narximi? Bolada qaytaman. Bo'ladigan ayting, tortishmaydan qilib. O'zi 1000 dag'ida chiqarish kerak, qo'yim ko'p, to'g'risi pullar zaynab qilmaydi. Narxini $900 ga Buxorogacha dastlabki qilib yetkazib beraman. $900 ga. Ha. Yana kami bormi telefon qilishsa? Telefon qilishsa, xayrini qilib beramiz. Xayrga o'tib berasiz, xolasa. Nimaga o'tib beramiz? Hech kim aytganiga sotmagan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bugunga 4-5 ta qo'y chiqadi. O'zlaringizga yoqqan tanlab olasizlar akalar. Endi keyingilar navbat. Akalar mana haqiqiy qo'ydi akalar, limuzinidan chiqdi jon akalar. Mana qo'ydi qaranglar, jonivordi. Dumbalari ham mana yormadimmi? Cho'tki jonivor. O yuzni qarang Elmurod. Qo'ydi qarang. Toza oq yuzligidan akalar mana. Taglari ham oq ekan mana. Qo'y tulovda mana. Mana shu juni qoldi, mana bir qarich yerda jun qoldi. Ma'sum jun ekan-a? Ha, qo'y o'zi tulab bo'ldi. Gap yo'q. Endi bir metrni qo'ying-chi. Obunachilar maza qilsin. Bugun qo'ydi uzunligini ko'rib. aytyapman, bugun zotga chiqaraman qo'ydi Elmurod. Gap yo'q. 93 sm. 93. 90 pilusga olishaverdi. 90 pilusga olinadi. Akalar mana uzunligini ko'ringlar. Jonivordi. 1 metr 10 santimetr o'zi. 10 chiqar ekan. Metr 10. Gap yo'q. Bugun haqiqiy zot yo'nalishiga bu ham 4 tish. Raza keldi. Tayyor sovutilgan. Haligi ikkilanmay shunday olib boradi, qo'yga haydaveradi. Ochiqini aytish kerak. Demak, sovutyapti zot. Bo'ldi, necha pul deymiz? Bir kishiga sovutmay haydavdik, qo'ying sahramayapti deb aytishdi. Qo'ydi kelganiga bir hafta bo'ldi. Sovutib, qo'ldan kelganicha keyin chiqaryapmiz. Gap yo'q. Qo'ydi qarang. Bu qo'ydi qarang-da mana. O'zi tulaveradi. Buni junni olmaydi. Endi yurgizingchi baroqqa. Ishlan ko'rsataylikchi. Mana akalar. Bu tuyoq tuzilishlarini ham bir ko'rsating. Haligi obunachilaringizga shu haligi tuyoqlari ham kik. Haligi birottali yotiq yeri yo'q qo'ydi. Tinnalar o'z kutmagan, xudo xolasa. Chiroyli narsa. Azizbek, hamma gap narxida necha pul qo'yamiz bu narxini? Narxini Elmurod dangali $900 ga Buxorogacha qo'yib yetib boradi. $900 ga yetaveradi? Ha, $900 ga Buxorogacha yetkazib beraman qo'ydi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana telefon aloqaga chiqarasizlar. Endi keyingilar navbat. Akalar, buni qo'yib bitta baho beramiz. Jonivor. Qo'ydi qaranglar, bo'yni uzunligini. Turishini qaranglar. Garbonosini ham qarang. Garbonosi ham o'ta mo'shni ekan qo'ydi. Gap yo'q. Akalar, ishqibozlarga jo'natib qo'yamiz buni.
bugungi haqiqiy Azbekka noyoblaridan kelibdi akalar. Jonivor. Bu razilizlari. Quloqlari ham butun ekan buni. Quloqlari ham butun. Qo'ydi qarang. Bo'yin uzunligini qarang-da. Gap jonivor. Azbek metrni qo'ying. Obunachilar vatni olmaylik. Hali qo'y ko'p ekan yana. Ha, qo'y serob. Bitt oyog'ini tayoq qo'ying chiqani. O'sh bunisi 93. 93. 93. Buni ham bir uzunligini ko'rsataylik. Uzunligini Bu ham metr olish kerak, aytdim. Bu ham 1 metr. 1 metr. 1 metr plus 1 metrga olish. Azbek nech pul deymiz buni? Bunimi? Dangal aytib ketaman. Danga bo'ladigan ayting qani. 10 millionga Buxorogacha qo'y yetib boradi. 10 millionga yetib boradi. Ha. Gap. 10 million so'mga Buxorogacha yetkazib beradi. Akalar, telefon qaloqqa chiqarasiz. Qo'yib yuborchisiz ham. Yechivaramchi bir yurishini ko'ring. Yurishini ko'ringlar, mashq qilib juda boshqacha ekan. Hit, jonivor. Hit. Gap, akalar, telefon qaloqqa chiqarasizlar, endi keyingilarni navbat. Hurmatli obunachilar, mana oxirgi partiyasiga bir dona puli arzonroqdan bo'lsin degan akalarimiz uchun akalar mana. Dumbalari ham o'ta boshqacha ekan akalar mana. Tiki dumba akalar. Jonivor. Hit, bo'g'ib qo'yma. Jonivor. Bu qo'zi Azbek? Qo'zi 8,5 oylik qo'zi. 8,5 oylik qo'zi akalar mana. Hurkaroq ekan. Jonivor. Turmas ekan abi. Azbek bular bitta bo'yincha qo'ylikcha. Men bitta bo'yincha yosh qo'zimiz bu. Buni Yosh qo'zi. zotda tarbiyalaydigan odamga beramiz, deb qolamiz. Bo'yi 89, 88. 85 plyusga olishaveradi. 85 plus qo'llanadi akalar. 8,5 oylik qo'zi, liniyasi bor. Niyasi nima bu? Liniyasi 80 liniyadan. 80 liniyadan, ha? Ishonmagan odam borgan tekshirtirib olaveradi. Kerak. 80 liniyadan. Akalar mana. Bu garbonoslarini ham ko'rsatim qo'ydi. Buni qo'ydi qarang. Gap yo'q. Yuzlari ham o'ta tiniq variant, quloqlari ham uzun. Akalar, mana kimga ma'qul kelgan bo'lsa, xohlaganlarini tanlab telefon qilaverasizlar, xudo xolasa kelishib beriladi akalar. Assortiment ko'p ekan bularga. Narxi nech pul Azbek buni? Narximi? Narxi. Dangal aytaymi? Ayting. 7,5 millionga Buxorogacha qo'y yetib boradi. 7,5 millionga? Ha, 7,5 Vodiyga bo'lsa o'tib berasiz. Vodiyga bo'lsa xayri bor. Gap yo'q. Yashang. Akalar, telefon qaloqqa chiqarasizlar.